Hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, mana 2023-yil avtomat korobka Cobalt olib keldik. Mana mashinamiz holati, tinni holat turibdi. Mana mashinamiz. Salonlari Krolton Preveg ekan. Mana biznesga chiqqan mashinamiz. Avtomat korobka, chiqarib olgan, hamma qilingan, metallari bor. 4-pakelini, tayyor mashina, hech qanday xarajati yo'q. Mashinamizni narxini arzon narxda qo'yapmiz. Narxiga kelsak, narxini 123 million so'm pul qilib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar, 123 million so'm pul qilib beramiz. Tan narxini 5 million puli bo'lsa, bitta nomerga 5 million so'm olib kelsangiz, old soat, pol soatda garov hammasi bizdan boshqarular. Faqat bitta nomerga 5 million so'm pul olib kelsalaringiz, hamma xarajat ichida shu mashinamizni avtomat korobka 2023 Cobalt'imizni chiqarib beramiz. So'ragan uchun. Bosh to'lov 5 million. Manzilim Surxondaryo viloyati Angor tumani Jarqo'rg'on Perkursga pastonlar qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqarasizlar. So'raganlar. Hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar, mana so'raganlar uchun mana 2022 ga 23 Damas olib keldik. Mana mashinamiz holati. 4 ta yangi yumshoq balonlar qo'yilgan. 13 balon diskalar. Salon qismlari chiqol. Polik hamma narsa qilingan. 44 ming probekda ekan mashinamiz. So'raganlar uchun mana holati, tiniq holatda, hech qanday xarajati yo'q. Metan gazlargacha bor. So'raganlar uchun boshlang'ich to'lovsiz bitta pasport evaziga mana tayyor Damasimiz, pul topar mashinamiz, mana so'raganlar uchun bitta pasport olib kelsalaringiz 1 so'm boshlang'ich to'lov chiqarib beramiz. Oylik to'lov 2800 ga atrofida chiqadi. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Angor tumani Jarqo'rg'on Perkursga pastonlar qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqadi.